vodiyga nisbatan vohada klimat keskin o'zgaradi. Ya'ni qanday? Qishdan bahorga o'tishda yoki yozdan kuzga o'tish paytida havo harorati keskin sovuqdan issiqqa tushadi. Bu paytda chorvada, vohada, aynan biz hozir Xorazmdamiz, qanday o'zgarishlar bo'ladi va mana shu o'zgarishlarga nimalar qilinib, oldini olish va davolash yo'llari haqida to'liq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Bugun biz Xorazm viloyatidamiz. Ko'rib turgan firmalaringga kelganmiz va yonimda sizlar tanigan, bilgan Muhammadjon ukamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz Tohir aka? Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Bugungi videoda juda chiroyli bo'ladi. Aka oldindan aytib qo'y, Miyostani reklamasi bo'lmaydi. Bu videoda siz maza qilib ko'rasiz. Faqat bitta iltimos sizdan, agarda siz bu videoni og'iz ochgandan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta choy damlab qo'yib bitta ichib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bu videoda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Bu videoda biz turli kasalliklarni yoz paytida, qishdan bahorga o'tar paytida yoki kuzdan qishga o'tar paytidagi kelib chiqadigan turli kasalliklarni veterinar doktor akamiz bilan olib boramiz. Va shuning uchun aka sizdan bitta iltimos, bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun bir donigina like-ni ayamang. Boshlaymizmi Tohir aka? Boshlaymiz. Bo'ldi, ketdik. Tohir aka, bitta savol, mana hozir klimat dedingiz, aynan voha, vodiy, Toshkentga 3 ga bo'linar ekan klimatda. Bunday o'ylab qarasa va nimaga 3 ga bo'linadi aka? Nimaga asoslanib 3 ga bo'linadi? Shu haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Xo'p, avvalambor vodiy va Toshkent klimati haqida odamlarda juda ham yaxshi ma'lumotlarimiz bor. Hozir Xorazmdamiz. Bu yerda havo qanday? Klimat degani o'sha havo almashinishi. Hozir mana qishdan bahorga o'tyapmiz. Bu yerda qish o'ta sovuq va bahor kelishi bilan birdan issiq boshlanadi. Vodiyda emas. Misol uchun qishda minusdan sekin 1 ga, 2 ga ko'tarilib o'zi me'yorda bo'ladi. Toshkentda ham xuddi shunday, lekin vohada, ayniqsa Xorazm, Qoraqalpog'iston, Surxondaryolarda yozi issiq, juda ham sovuq bo'ladi. Ayniqsa Qashqadaryoda ham xuddi shu narsani bilganman. Qashqadaryolik akalarimiz bo'lsa, albatta ular podдержка bo'yicha nomer 1 desa ham bo'ladi. Chunki like-larni gumillatishadi. Aynan Qashqadaryo, Surxondaryoda juda o'ta issiq bo'ladi aka. Shunday. Mollarga bu ziyon tarafi bormi? Havoni keskin isib ketishi yoki keskin sovib ketishi hayvonga ham, odamga ham ziyoni bor. Nima uchun ziyoni bor? Moddalar almashinuvi degan narsa bor organizmda. Mana shu moddalar almashinuvi havo harorati issiq bo'lgan paytda stabilniy bir xil holatda, havo harorati sovuq bo'lgan paytda tanadagi hamma energiyani sarflaydi. Ya'ni tanani isitish uchun, sovutish uchun. Yo'q, sovuq bo'lgan paytda, misol qish vaqtida sovuq bo'lgan paytda tanani isitish uchun insonda ham, hayvonda ham energiya ko'p sarflanadi. To'g'ri lekin. Havo harorati issiq bo'lgan paytda hayvon ham, misol inson ham, ba'zi bir misol uchun itlarni bilamiz, tili bilan ter chiqarish